Assalomu alaykum. Yana bir assalomu alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugun tadbirkorlar qabulini boshlaymiz. Xursand bo'lsalaring, ro'yxat bo'yicha boshdan gaplashib olsak. Seni birinchisi bilan gaplashamiz-da. Siz qaysi mafiyadan keldingiz? Biz o'z familiyasingizni aytsangiz unday bo'lar. Toshaliyeva Maftuna, Qiyiqi mafiya. Toshaliyeva Maftuna. Toshaliyeva Maftuna. Qaysi mafiya? Qiyiqi mafiya. Qiyiqi mafiya. Qiyiqi mafiya qoldi yig'in. Nima masalada keldingiz? Nima? Chorvachilik yo'nalishida 50 million so'm kredit olmoqchi edim. O'z uyimizda 3-4 ta chorvamiz bor, shuni ko'paytirmoqchimiz. Shu 5 ta naslga qoramol olib, uyda xo'jayinim hozircha ishsiz, shu bandligimizni ta'minlamoqchimiz. Nechta odam istiqomat qiladi xonadonda? 5 ta. 5 ta joni, 2 ta ishsizmi? Ikkalamiz. Ishsiz endi o'z-o'zini band qilgan, chorva qarashadi. Yana qo'shimcha qilmoqchisizlar biz. Maftunaxon demasala, menimcha bolalar har bitta mahallaga mahalla bankiga biriktirilgan, Qiyiqi mahalla fuqaroligini bizga, ya'ni Agrobankka biriktirilgan. Demak, mahalla loyihasi doirasidagi kredit mahsulotimiz bor 50 milliongacha. Menimcha elor to'g'ri shu bo'yicha aytishyapti. Bizga pasport nusxalaringizni, arizalaringizni kerakli mahalla bankini tushuntirishgan sizga. Xabaringiz bor, 5 yil muddatga beriladi, 2 yil imtiyozli davr bilan plastikashga tashib beriladi. Albatta, lekin o'z-o'zini band qilish sharti bilan uni tushuntirishgan to'lovlar bor soliqqa. Olib kelganingizdan keyin faqat kredit tarixingiz toza bo'lishi. Avval kredit olganmisiz, olmaganmisiz? Oldin Agrobankda 50 million so'm foydalangansiz. Muddati tugagan. Kredit tarixingiz tam bo'lmasi kerak. Katim deyiladi, kredit tarixi toza bo'ladigan bo'lsa, demak, olib faqat maqsadli foydalanish kerak bo'ladi. Maqsadli foydalanish kerak, olib sotib olib yoki boshqa maqsadda ishlatish emas. Sababi buni asosiy maqsad mana bizdagi 3 ta yo'nalishda demak mahalla loyihasi doirasida biznesga ko'mak, biznesga birinchi qadam summalardan kelib chiqib farq qiladi. Demak, birinchisi yetadi 5 milliongacha, undan keyin yetadi 17 milliongacha, 17 milliongacha sug'urta polisi bilan, undan keyin mana 50 milliongacha sal tadbirkorlik yo'lga qo'yib, nima deydi, kattaroq biznes qilsa bo'ladi. Shuning uchun buni maqsadli foydalanish kerak bo'ladi. Agar maqsadsiz bo'ladigan bo'lsa, bizda mikraqarz yoki kredit karta olib foydalanish mumkin bo'ladi. Shuning uchun mahalla mana Elyorjon turibdilar. Hujjatlar to'liq taqdim qiladi. Kamchiliklari bormi yo'qmi hujjatlar? Hujjatlar to'liq taqdim qilganingizdan keyin, to'g'risi hujjat to'liq taqdim qilingandan keyin 3 kun muddatda xudo xohlasa kredit chiqarib berasiz, faqat maqsadli ishlatasiz. Bor dastlabki monitoringlarda o'tkazasizlar. Avvalo sharoitlari bor deyapti, mana 2-3 ta magan mol bo'ladi, kichikroq shaklida endi bo'zak kechish kerak menimcha. Sharoitni o'rganamiz. Sizga xudo xohlasa hujjatlar to'liq taqdim qilsa 3 kun muddatda chiqarib beramiz. Grafiklarni o'z muddatida to'laysiz. Mana 2 imtiyozli davrida demak endi 4 ta 5 ta olinadigan bo'lsa, siz ko'payib qoladigan bo'lsa, nima deydi? Maqsadimiz nima deydi? Sizlarni ish bilan ta'minlab, yuqori daromadga ega bo'lishingizni ta'minlash. Boshqa menga masala yo'qmi? Nima muammolar bor bular? Masala yo'qmi? Bo'ldi, siz biz bilan bog'lanib turasiz. Men Elyor mahalla bankida nima qilamiz? Masalaga yechamiz. Bo'ladi.